Assalomu alaykum Adib Shows YouTube kanali obunachilari, qadrdonlarimiz, yaqinlarimiz, omonmisizlar, tanijoninglar sog'mi? Xudo xolasa bugun biz bozorga kech qolmasdan yetib keldik. Soat millarimiz 21:06 ni ko'rsatyapti. Siraz aytib ketaman, xudo xolasa keyingi bozorda inshaalloh hamma va'dalashilindi. Seshanba va juma kunlari soat 5 dan keyin bozor ochiladi. Endi manzilga to'xtasak, manzilimiz Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahar Qumtepa kiyim-kechak bozori stengasida bo'ladigan poyabzal bozori bo'ladi. Optoviy. Bu joyda asosan ayollar va bolalar poyabzallari sotiladigan bozor. O'ylaymanki, doimo yoziladigan kommentariyalarga javob berdim. Xudo xolasa bugun sizlarga eng yangi modeldagi narx-navolar, xudo xolasa chiroylilarini ko'rsataman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Narx-navolari, chiroylilarini ko'rsatamiz. Videorolikni ko'rib, like bilan qo'llab-quvvatlab turasizlar. Va albatta, bitta narsani aytib o'tishim juda ham zarur. Avvaliga ish oladigan insonlar hunarmandlarimizni aldashdi. Pullarini nima qilmasdan, bermasdan. Hozir endi oxir Telegramdan bitta akamiz yozdi, adashmasam Qashqadaryodan yozdilar. Akamiz Marg'ilondagi bozorda birovga pulni o'tkazib berganlar, u inson ishni yetkazib bermayapti. Shuna holatlar. Endi misol uchun biz videorolikimizni boshlaganimizda, misol uchun bunga 4 oy bo'lyapti. Boshida aytganmiz, biz bu loyihani boshlashimizdan asosiy maqsad hunarmand akalarimizni daromadlarini oshishligi va bu O'zbekistonda o'zida qolib ketmasligi, Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'iston shu joylarga eksportni ta'minlash maqsadida inshaalloh biz bu loyihaga asos solgan edik. Endi hozir shunaqa aldovlar bo'lyapti. Endi misol uchun guruch kurmay istomaydi deydi-yu. Misol uchun men bir joyda yolg'onchi bor, bir joyda yo'q degan fikrdan yiroqman. Shu uchun agar shuna holatlarga ro'para kelmasliklaring uchun pastda telefon raqam qoldiraman. Poyabzal sotib olish uchun hozir bu joyda hunarmandlarning telefon raqamlarini qoldiramiz. Pastda telefon raqam turibdi. Ashunga telefon qilib, qanaqa mahsulot kerak bo'lsa, aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa maksimalni yetkazib beriladi. U mahsulotda rasmi bo'lsa bo'ldi. O'zi kerak emas, rasmi bo'lsa, pastda Telegram kanali yangi ochdim, unga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Bu joydagi eng so'nggi modeldagi narxlari arzon mahsulotlarni shu Telegram guruhga joylab borishlikka harakat qilamiz. Joninglar sog' bo'lsin. Ko'pchilik hunarmandlarimizni qo'llab-quvvatlab kommentariya yozishyapti. Men bundan juda ham xursandman. Adashmasam bir 4 minut gapirib yubordim shekilli menimcha. Chunki gaplarim to'planib qolgan edi. Ko'pchilik bozorga kech qolyapsiz deyishgandi. Mana soat 9 da yarim kechada biz bozorga chiqdik. Sizlarga birinchi o'rinda mana shu chap tomonda yosh do'stlarimizni qilingan yangilik mahsulotlarini tanishtirib o'tishga harakat qilamiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Ko'pchilik obunachilarim Hoji akani tanishadi. O'zimizning korxonani jonkuyar rahbarlaridan desa, menimcha to'g'ri keladi. Xo'p, Hoji aka, biz obunachilarimizga bo'ladigan narxlarda bo'ladigan mahsulotlarni tanishtirib o'ting. Yana ham bitta narsaki, ko'pchilik kommentariyada yozadi, endi boshlayapman, endi boshlamoqchiman deganlarga nimani olib sotishsa shu osonroq rivoj bo'ladi. Shu haqda hamcha ma'lumotli, narx-navoli video qilsak. Hozir mavsumga eng yaxshi sotilayotgan narsalar, setgan narsalarni zo'r ko'p. Litovoylar bular, mana. Kuyma. Keyin shunaqa narsaki, kiyganda oyoqqa zo'r turadi. Ixchamligi ham, ixcham buni mana 3 xil fasoni bor, mana. Mana bunisi bor, bunisi. Endi simetkalari kiyganda har xil simetkalari bor mana. Qora simetkasi. Endi buni jichcha balandrog'i akasinkalari. Orqasi shu yerda uni, Sanoshkalarini, mana bu teshi-teshilarni. Endi bu narsalar xohishga qarab ketaveradi asosiy. Keyin yana bitta narsalarimiz bu banti narsalarimiz. Bu bantiyni juda ko'pchilik arzoni bormi, qimmati bormi degan savollar bor. Biz mashinasini qilamiz. Ya'ni o'rtacha yaxshi sotiladiganini qilamiz. Ham sotiladigan, ham chidami ham xudo xolasa yaxshi. Zo'r, xudo xolasa. Endi bularni summalarini keltirib o'taylik. Xo'p. Mushkoy topishganmiz ham bu mana. Mana mushkoylarimiz bor ekan. Turetskiy qilib Turetskiyga o'xshatib chiqariladi. Shunaqa chiqarib bergan. Nima desa, bu qolipni o'zim Turkiyadan olib kelganman. Chista chiqsin deb Turkiyadan olib kelingan. Mana ular. Mana mashina narsalar ham yaxshi ketadigan narsalar. Importroq narsalar. Yabishni narsalar. Endi pulga to'xtab o'tadigan bo'lsa, mana shu muskoy tapishkalarimiz bor-ku. Razmerlari 40 dan 44 gacha. Pullar 35 mingdan.
35 ming so'mdan optimga xudo Optimga xolasa. beraman. Rasvetga kelishilanaveradi. Unisi setkalarimiz narxi qanaqa edi? Setkalarimiz narxlari 42 ming so'm. Mana 42 ming so'mdan qilib beriladi. Sizlar uchun albatta Razmerlari 36 dan 40 gacha. 36 dan 40 gacha rasvetkasi ko'ngilga qarab bo'laveradi. Bundan tashqari mana bularimiz necha puldan edi? Bular ham bir xilda 42 ming. 42 ming so'mdan. Bantilarimiz narxini aytsa o'tsak, Bantilarni 23 ming qilyapti. 23 ming so'mdan qilib yuboriladi. Mana qarang. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 xil Rasvetkada, 15 xil rasvetkada. Agar mana shu 15 xil ichida sizlarga chiqmasa, qoplamasa, aloqaga chiqinglar. Sizlar xohlagan rasvetkada ham maksimalni qilib beriladi. Bu detskimiz qancha beramiz? Detskimiz 18 ming. 18 ming qilib beriladi. Buni razmeri 31 dan boshlanadimi shunda? 31 dan 35 gacha. 31 dan 35 gacha razmerlari bor. Yaqinlarimiz bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Telefon raqam qoldirib qo'yamiz. Bu tomonda mana Janavor mana PVC ga ishlangan. Gap so'z yo'q. Bu ham juda ham chiroyli chiqqan. Juda bir ajoyibda endi. Qiziqarli narsalar bu ham. Har xil rasvetkasi bor ekan. Rasvetkalarni ko'rsatdi. Endi to'g'risini aytaman, yaqinlarimiz qorong'ida video qilyapmiz. Shuning uchun sizlarga tiniqli, xirali bunga rozi bo'lib qo'yasizlar. Buni pulini qancha aytamiz buni? Pullari 55 ming so'm. 55 ming so'mdan. Mana har xil rasvetkada bor. Qora deymiz, toshli deymiz. Bexijolat aloqaga chiqaverasizlar, yaqinlar. Telefon nomeri qoldirib qo'yamiz. Buni puli necha pul edi? Bu ham ajoyibda. Bu ham chiroyli ekan. Bu ham 35 ming so'mdan. Endi yengil ketadi. Haqiqiy yo'l chillasida maza qilib sotasizlar. To'g'riroq endi bizning sahifamizni aksariyat so'nggi payt olib sotadigan tirikchilikda yaqinlarimiz ko'rishyapti. Shuning uchun shularga tavsiya o'laroq gapirib o'tishga harakat qilyapmiz. Telefon nomerini aytib o'ting, hoji aka. Telefon nomeri o'sha 99 99 726 4073 ga telefon qilaverasizlar. Mashhur ekan nomer. Trend. Nomer mashhur emas, xotira zo'r, hoji aka. Hazil. So'dalayversin. Mana shu ham meni duolarni eslab turadigan yaqinlarim bor, shularni ham bir qator mahsulotlarini ko'rsatib o'tamiz. Mana shu akamiz narsalarni ko'rsataylik oldin, ha? Sizlardanmi aka bu? Dabdurustdan ko'rsatib yubordim aka. Salomatchilingiz yaxshimi? Kayfiyatlar yaxshimi? Alhamdulillah, Allohga shukr. Qani ko'rsatingchi bularni. Juda ham chiroyli. Poliuretandan ishlangan bu 36 dan 40 gacha. Bu bitta qopda bu. Xirmontay. Bir dona qoldi. Puli qancha buni? Orzu. 50 ming qilib beramiz o'sha. 50 ming so'mdan qilib beriladi. 60 ming sotilgan ishlarni bir dona qolgani uchun. Boshi 60 ming sotilgan, hozirgi kunda sizlarga 50 ming, Optimga 10 ming skidka, bu juda ham katta skidka hisoblanadi. Buni o'zi olib sotadigan yaqinlarimiz bilishadi. Bu yangilik ekan, xudo xolasa. Kunimizda 45 ming qilib beramiz. 45 ming so'mdan 36 dan 40 gacha poliuretandan ishlangan. Mana rasvetkalariga ham baho beraverasizlar. Bu podoshvasi o'ralgani, endi toshlilari ham bor ekan, buni. Bu endi boshqacharoq. Mana. Ko'rishingiz mumkin. Buni ham har xil rasvetkalari bor. Bular puli necha puldan edi? Bularda oxiri 47 ming qilib berdik. Bu ikkinchi 40 bozor chiqishi xudo 47 ming qilib beriladi. Mana yangiliklar. Bitta qiziq ko'rasizlar. Akam telefon raqamlarini qoldiraman. Xudo xolasa bir-birlarini aldamay savdo qilasizlar degan umiddaman yaqinda. To'g'risi, aka hozir ham aytdim. Oldiniga hunarmandlarni aldashdi. Hozir endi hunarmandni bittasi aldab qo'yibdi. Men Telegramdan yozyapti aka. Falon pul o'tkazib berganman. 6-aprel kuni o'tkazgan ekan pulni. Haligacha ishini olmagan. Xudo xolasa unaqa narsalarga endi maksimalli qattiqroq qarashga harakat qilamiz. Yo'q, akalarimdan gap so'zim yo'q. Aytdim, men duosida eslab turadigan eng yaqinlarim bexijolat aloqaga chiqaverasizlar. Ishlarim bitmagan joyda o'zimga aloqaga chiqsalar maksimalli to'g'rilab berishga harakat qilaman. Bularning puli qancha edi aka? Xo'p, bularda aka 30 ming qilib berdik. 30 ming so'mdan qilib berildi. Endi arzonroq ish so'raganlarga buni ham har xil rasvetkasi bor. Telefon nomer qoldirib qo'yamiz. 90lik 90lik 561 ha? 43 62. 561 43 62. Savdingiz bersin do'stim, salomat bo'ling. Ashta ham bir akalarimiz ancha-muncha yangilik qilishgan ekan. Aka, salomatchilingiz yaxshimi? Kayfiyatlar. Aka, sog' salomat. Mana arzon so'raganlarga arzon mahsulotlar. Rasvetkasi bor. Oy 35 xil rasvetka, gap so'z yo'q. Hali og'zini ocholmaydigan qilib qo'yibsiz-da. Bunaqasi bormi desa? Rangdan og'zini ocholmaydigan qilib qo'yibdilar ekan, gap yo'q. 36 dan 40 gacha bu. Puli qancha bo'pti? Arzonchi dedik. 27 ming. 27 ming so'mdan.
Endi yana bitta narsa aka, siz ham baribir shuni ichidasiz. Necha pul sotadi buni donalabga o'rtacha aka? Biz tavsiya o'laroq aytamiz. Chunki bizni sahifamizni bu ishga kirmoqchi bo'lganlar ham ko'ryapti-da. Necha pul sotsa bo'ladi aka donalab? Ha, o'rtacha 50 ming so'm sotsalar ham bo'ladi. Sizlar ishlab chiqargan odamdan ko'ra ko'proq foyda qilasizlar shunda. Ha, bitta mashinalarni yaqindan olib ko'rsatib o'ring Ozodbek. Juda ham go'zal. Dastavkalari qanchagacha qilib beramiz aka? Minimum necha pachka olsa dastavka qilib beramiz yoki qayergacha bepul, qayergacha pulli, shu vaqtda ham gapirsang ancha yaxshi bo'ladi. Dastavka pulli bo'ladi. Pulli bo'ladi, ha? O'zbekiston ichida hamma joyga qilib beriladi. Pachkani qizig'i. Qizig'i yo'q. Xohlagan kolичествоlayinda, xudo xolasa, kelishilgan holda akam dastavkasini qilib beradi. Telefon raqami. Turkmanistonga ham beryapmiz. Turkmanistongacha. Bizni o'zi oliy maqsadimiz shu edi. Shu uchun bu videoda shunchaki ko'rayotganlar bo'lsa, kommentariyada akam o'xshagan hunarmandlarimizni qo'llab-quvvatlab yozib turinglar. Joninglar sog' bo'lsin. Inshaalloh biz o'sha maqsadimizga yetishimizga sizlar ham sababchi bo'lib qolasizlar. Telefon raqamini qoldirib qo'yamiz aka. 91 679 Aha. 1450. 679 1450 aka, savdoyingiz bersin, salomat bo'ling. Bu ishlar sizdanmi aka? Bu ham bizdan. Mana bu ham akam o'zlaridan ekan. Bular puli qanchadan edi? Bu ham shunaqa narxda. 27 ming dedingmi? Bularni ham 27 ming so'mdan qilib beriladi. Hozirgi qoldirilgan raqamlarga aloqaga chiqasizlar. Bu ishda bozorgarligini sizlarga ko'rsatish uchun mana shu ob'yomni hozircha o'zi yetadi. Endi bu bozorga chiqqani, bozorga chiqmasdan akam jo'natayotganlari bordir, aka. Turkmanistongacha akam eksport qilyapman deyaptilar. Aka savdolanib bersin, charchamanglar, salomat bo'linglar. Mana shu yerda akalarimizni ishlari bor, shularni ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Lekin yozgi narsa nihoyatda rasvetkasi muhim. Shuning uchun ham hunarmandlar shuni hisobga olgan holda har xil rasvetkada sizlarga mahsulotlarni yetkazib berishyapti. Buni puli necha puldan edi aka? 30 ming so'mdan qilib berildi. Menimcha u nari tomondan ham ko'rsatdi-ya, bunga o'xshashrog'ini. O'xshashrog'i mana rasvetkasini bitta ko'rsatib qo'ying, shu kobaltga urilib ketmaydi lekin. Mana teshikli, har xil qilib nima deydi? Miu degan logolar tushirilgan. O'zlar akam o'zlarini brendlari adashmasam, Safi o'zlariga tegishli bo'lgan brend. Mabodo ishonch uchun eslab qolsanglar bo'ladi. Buni 30 ming so'mdan pulini qilib berishadi. Tevada mana boshqacha ko'rinishda ham poliuretandan ishlanganlari bor ekan. Bularni ham puli necha puldan edi? 50 ming so'mdan qilib berildi mana. 50 ming so'mdan qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Bularni ham rasvetkalari qilib beriladi. Bozorda uchayotgan ishlardan bittasi shu. Bugungi videoda ko'proq bu sohaga kirmoqchi bo'lgan insonlar uchun nisbatan baholi qudrat hunarmand akalarimizdan o'rganganimizcha tavsiya berishga harakat qilyapmiz. Mana shu ish ham xudo xolasa sotiladigan yaxshi narsa. Rasvetkasi juda ham ko'p edi buni. Xudo xolasa qilib berilaveradi, bularni ham. Rasvetkasi qilib beriladi. Puli necha puldan edi buni? 48 ming qilib berilindi. Padoshvalariga ham e'tibor berasizlar. Bir xilda qilib qilingan mana karishniisi, karishniy qilingan. Padosh temasi to'xtalib o'taman. Pastda Telegram sahifa qoldiraman. Mabodo sizlarda hunarmandlar ko'rayotgan bo'lsa, padoshga ehtiyoj sezsanglar, padosh borki, hammasini maksimalni adibshoy sizlar uchun yetkazib berishga tayyor. PVC, poliuretan, Eva, PVC ni ikki xil qilib qo'yadigani yangilik kelgan. Ko'pchilik o'sha cho'qqiga chiqqan hunarmand akalarimizga hozir shu kunda muammo bo'layotgan narsa Marg'ilonda bu. Behijolat aloqaga chiqsalar, maksimalni chiroyli qilib ishlayni bitkazib berishga harakat qilamiz. Undan keyingisi, ana, buni har xil rasvetkasi bor ekan, buni ham. Puli qanchadan edi ekan buni? 35 ming. 35 ming so'mdan qilib beriladi, kelishtiriladi. Akamning telefon raqamlarini qoldiraman, aloqaga chiqasizlar, xudo xolasa ishlaymiz, bitsa biz bitta duo qilib bersalar ham bo'ldi yaqinlarimiz. Nomerni aytib qo'yamiz aka. 90 777 Aha. 76 56. 777 76 56. Aka savdoyingiz bersin, charchamang, salomat bo'ling. Akam aloqaga chiqaverasizlar. Endi men yerda ko'p videolarimda aytaman. Meni 6 yil maqsad tikishni o'rgatgan ustozim Ilhom akamning ukasi Anvarjon bo'ladi. U bola mana hunarmandchilik qilib sizlarga xudo xolasa xizmatda. Ana kobaltga bosilib ketmaslikka harakatdamiz. Xo'p, do'stim, nimalar yangilik qildik? Nimalar bilan maqtanamiz? Balandpadojlar, rasvetkalar. Mana balandpadojlar, rasvetkalarini ko'rasizlar. Diyorlilar qo'shildi. Aha, mana. Ko'rishinglar mumkin. Yaxsiz. Ana, bular ham yangilik qilingan ekan. Endi rasvetkasini yetkazib berilaveradi. 36 dan 40 gacha bu. Puli necha pul?
40 ming so'm. 40 ming so'mni qilib beriladi. Endi buni 1,5 so'm kamaytiramiz ham ob'em oshsa o'rta. Ko'proq olishadigan bo'lsa. Shtukka qarab narxlar kelishilanadi. Ana. Bitta ko'rib olasizlar-da, telefon qilaverasizlar. Endi mana ulari bor ekan. Nimasi? Bozor o'lmaydigan tigirovka materiallilar. Materiali ham, padoshi ham bozor o'lmaydigan, bu poliuretandan ishlangan. Bo'lgan bu. Padoja material ham. O'sha ko'p hunarmand oldiga borganimda aytyapman. Tavsiya o'laroq, mana misol uchun mashina olsalaring, sotilmay qolib ketmaydi, xudo xolasa. Rosa sotib soqqani qiladigan mahsulot desak, menimcha noto'g'ri bo'lmaydi. Mana har xil rasvetkalari ko'rishlar mumkin. Bular pulni qanchaga beryapmiz? 33 ming. 33 mingdan qilib berilyapti. Dastavkasi bepul joyi ham bormi yo kelishilgan holdami? Kelishilgan holda bepul adres aytsa, mana shu yaqin territoriya bo'lsa, 30 Tashlab berilaveradi. kilometr atrofida tashlab bersa. Tashlab bersa bo'ladi. Endi misol uchun vodiydan chiqadigan bo'lsa yoki Farg'ona, Ma'londan chiqadigan bo'lsa, ma'lum bir summaga aylanadi. Nimaiki, narx juda ham o'zi minimal qo'yilgan. Ko'p qo'yilmaydi. Ko'p qo'yilmaydi. Arzimagan pul qo'yiladi. Mana bu tapchika o'sha tapchika. Bu juda ham mashhur. Ojonalarga, nuroniy ojonalarga. Ojonalarga. Yaxshi, yengil, yumshoq. Olmaydigan. Bu ham shunaqa narsa mana. Teshikliklari rosa yozga tushadigani. Har xil rasvetkalar chiqyapti. Yana bitta narsa, har bir hunarmand telefon raqamini qoldirganimda Telegram'i bor. Bemalol o'tib, sizlar o'sha rasmlashib, ishni yurgizsalaring ham bo'ladi. Bitta borlarimiz, bitta yo'qlarini ham bilasizlar, ma'lum nima qiladi. Rasmlarni tashlashadi. Ishni yurgizaverasizlar. Buni qancha ishlaydi? Buni sotuvda narxi oxirgi narxi 30 ming so'm. 30 ming so'mdan qilib beriladigan narxda. Bundan keyingilari mana nimalar ekan? Nisbatan arzonroq, bulari arzonroq 36 dan 40 gacha. Ya televideniya emas, YouTube'ga olyapmiz, opa. YouTube'da Adib Shows deb yozsangiz chiqadi. Mahsulotlarni ko'rib, attan ham olsangiz bo'laveradi, opa. 200 ming. Mana. Bular puli qancha edi? Bular 27 ming so'm. 27 ming so'mda. Mana shu pasta o'sha, mana shular hammasi 27 ming so'mda. Xudo xolasa, aloqaga chiqaverasizlar. Do'stimizni telefon raqamlarini qoldirib beraman. O'zim bilaman uni. 90chilik 481 4 ga telefon qilasizlar. Xudo xolasa, Adib Shoysdan oldik desalar, bir nimadir bonuslar qilib beradilar do'stimiz, nima uchun? Sodasi bersin do'stim, charchamang, salomat bo'ling. Xo'p, mana bu tomonda endi Abdulboriy o'rta. Salomatmisiz? Omonmisiz? Tanjoningiz sog'inami? Rahmat o'rta. Allohga shukr. Oshnamiz aytdilar, mana uni o'tgan safar oxirgi video qilganimizda Abdulboriy aytdi, "Aka, buni hamma chiqarib yubor" deb o'zingiz ham aytdingiz. Shu uchun men yangilik qilaman deb yangiliklar chiqaribdilar mana. Sizlarni bitta aylantirib ko'rsatib yuboring Ozodbek. Mana har xil rasvetkada. Bularni razmeri 36 dan 40 gacha. 36 dan 40 gacha albatta. Puli qanchadan bo'ladi endi? Buni aka maksimum bu tomondan boshlab, o'shaqacha 30 mingdan aka soniga qarab kelishamiz. Soniga qarab ozroq kelishsa bo'ladi. 30 ming so'm narx aytiladi. Toshlilari 28 mingdan. Ha, bular toshlilari arzonroq, bularni 28 ming so'mdan. O'zini holatiga qarab, keti qizilgan rasxotga qarab chiqadi-yu bizdan narx aka. Bo'ldi mana. Pastda ochig'ini aytsam, sizlarga videoda boshida aytdim. Sizga aytmayapman shu narsani. Aytdi, detski sotadigan bitta aka bitta insonni aldab beribdi. U odam pulni o'tkazib bergan, aka ishni bermayapti. 6-aprel kuni pul o'tgan. Mana shunday holatlarga uchramasliklaring uchun men pastda telefon raqam qoldirdim. Abdulboriy telefon raqami. Sizlar ko'rgan ishlaringni, shunday screenshotini Telegram orqali do'stimizga tashlasangiz, sizlarga eng minimal narxda inshaalloh topib beradilar do'stimiz. Ha, ochig'ini aytsam, o'rtada turishga anaqa qildik. Aka, bo'laveradi. Bunaqa qilish shart emas. Katta kishi uyatmasmi? Mabodo o'rtada turish kerak bo'lsa, misol uchun bu do'stimiz turib beradilar. Hech kim aldanmaydi. Na oluvchi, na sotuvchi. Xudo xolasa aloqaga chiqsa ham bo'ladi. Endi ishlarning ma'lumotlarini berishga harakat qilamiz. Xo'p, bandlikni qanchadan berib yuboramiz o'rta? Bandlikni berib yuboramiz 20 mingdan aka. 20 ming so'mdan berib yuboralanadi. To'g'ri kichik yarash. 26-30 alohidan. Ularning ismidan 26-30 boshqa 17 mingdan. 17 ming bunisi. Bunisi 18 ming, 31 dan 35 gacha razmer. Padojlarining ham farqi bor-da, qarang. Bozorda bizga o'tgan safar 2 xil narx qo'ydik-ku. 20 mingdan siz 18 mingdan siz 2 xil padoji bor edi. Yupqa padoji bor, qalin padoji bor.
Yubqa padoj o'z holati bilan. Yubqa narxida ham farq qiladi. Arzonga tushadi Ha, yubqa bo'lganligini hisobiga, qalin padoj nisbatan qimmatroq bo'ladi. Shuning uchun Albatta. xullas qimmat 20 ming, arzoni 17 ming bo'lyapti. Buni Endi mana shu bandililardan ham foydalanib olinglar. Abdulboriyda tugayotgan bo'lishi mumkin, lekin buni bozori o'ldi degani biz. Hali yoz oldinda mazza qilib sotsalar ham bo'ladi bu narsani. bular bor. Aha, mana Arzon. arzon tishlar holagarlar. 23 ming so'mdan arzon tish. Bu ham 37 dan boshlanadi shekilli bu. 36 dan 40 gacha bu ham. 36 dan 40 gacha. Mana bu bor yangi. O, mana mashina ham chiroyli chiqibdi. Mana mashina ham yangilik, chiroyli chiqqan. Haqiqatan noodatiy, juda ham zo'r chiqibdi. Buni ham rasvetkasini qilib beriladi. 3 xil ulgida bozor. Hozircha Biz ko'ryapsiz. bozorga ulgigani 3 xili bo'ldi. Qolganini ham o'sha aytib o'tganimizdek, Telegram orqali rasmlashib, mashina menga shunaqa rangini qilib bering deyilsa, u muammo biz maksimalni tezlashtirib qilib beriladi. Telefon raqamni aytib o'tgandek, pastda uzun qilib qoldirib ber. Buni hozir akamiz o'tib olgan sababi. Bu narsa o'zi ulgumayapti. Mana qopdagi narsalar Hammasi shundan. U kuni kelib ko'rib ketaverdim akamni. Qop olinyapti. Narxi ham arzon. Necha pul bu? O'zimizda bu aka. Ha, o'zlaring. Bu qopga 25 ming. 25 ming so'mdan Bitta qopga. qopda 12 ta patka bo'ladi. Bitta qopda bir xil rang bo'ladi. Xolasa qanaqasiga qarab har xil Rasvetka ham qilib berilaveradi. Bu mahsulotga ham bemalol aloqa qilsalar ham bo'ladi. Men buni to'g'risi birinchi ko'rganimda Qo'qonda hali Xitoylar ochgan magazinda ko'rdim birinchi. o'zimiz quyapmiz aka. O'zlari quyishyapti. Aytaman-ku, yaqinlar Marg'ilonlik hunarmandlar shu odamni ham yasab berishadi, jon berisholmaydi xolos. Sizlar unisidan o'ylanmanglar. Hunarmandga siz telefon qilib, aka nima qilyapsiz? Siz kallaga qosh tortyapman desa, xafa bo'lmanglar. Aka qosh tortayotgan bo'ladi. Gap so'z yo'q. Xullas, bu bo'yicha ham aloqaga chiqasizlar. Pastda uzun qilib telefon raqamini qoldirib berdim. Telegram guruhimiz aytib o'tganimdek, shunaqa aldanib qolmaslik uchun. Endi misol uchun biz ham chiqaramiz, odamni qanaqaligini bilmaymiz, Abdulboriy. To'g'risidan odamni yuziga qarab bilib bo'lganda ko'pchiligimiz uydan chiqarmay qolgan bo'lishimiz mumkin. Shuning uchun pastda telefon raqamlar, Telegram guruh, xudo xolasa sizlar uchun ishonchli xizmatda. Ishonчлisi, eng zo'ri. Xizmatda bo'ladi. Abdulboriy savdoyingiz bersin o'rta, joningiz sog' bo'lsin, charchamang. Mana bu yerda quyonchalar. Mana quyonchalar. Mana ko'ringlarchi, 36 dan 40 gacha ekan bu ham. Har xil rasvetkalari bor. Rasvetkalarini bitta hozircha 6 xil. Ko'paytiriladi. Hozir ko'rsatgan ishda rasvetkalar bular. Mana PVC dan quyilgan. Bu menimcha endi egasini topadigan bo'lsa, to'g'risi qaritib ham olsa kerak. Mana shu videoda ko'rgan biladi Nimaligini, uni bo'lsa, mana aloqaga chiqasizlar akamga, xudo xolasa. Maksimal chiroyli holatda yetkazib beradilar mana bularni ham. Bularni ish beryapsiz aka? Skopiya Xitoy bilan tiniq, benuqson ish aka. Uni 27 ming qilib qo'yibsiz, 28 ming o'zi aka. 27 ming so'mdan. Xitoy bilan birga bir ishlangan ha bu. Quyonlar ham shunaqa. Quyonlar. Uni pulini necha pulda quyonlar? 28 ming. Ular ham 28 ming so'm. Akam telefon raqamini qoldirib qo'yamiz, aka nomerni aytib berasiz. 99 ming. Mana shu boshqacha chiqibdi lekin, ha? 912 90 90. 912 90 990 90 90. 990 97 97 Sanga to'g'ri bo'ladi. raqamlariga bemalol aloqaga chiqib olasizlar. Xudo xolasa akam mana katta kolичествоda bozor yopib chiqib berganlar, uydan ketayotganlari bor. Xullas aloqada bo'laverasizlar. Akalarim tinch bo'lingizlar, charchamanglar, salomat bo'linglar. Assalomu alaykum. O'rta omonmisiz? Tan joningiz sog'gina, charchamang. Yangiliklar qaysi bir endi do'stim? Mashina yangiliklar. Mana mashina yangilik. Ular ham yangilik. Mana. Shu oldinga tur hammasi yangilik. Deyarli yangilik. Mana bular ham chiroyli chiqqan ekan. Mashinalar padojlarini adib sho'yisidan olishadi. Padojni qayerdan olishni bilishadi-da. Ko'rayotgan hunarmandlar adib sho'yisiga bemalol murojaat qilsalar ham bo'ladi. Manzili Marg'ilon shahar, Satkay kirgida joylashgan. Pastda padojlar deb turib telefon raqam qoldirib beraman. Aloqaga chiqishlaring mumkin bo'ladi. Ayniqsa hozir sezon kelganda ko'pchilikda ob'yomini yopib bera olmayotgan bo'lishi mumkin. Shuna muammolar, xudo xolasa, adib sho'yisda bo'lmaydi. Inshaalloh aloqaga chiqib olasizlar. Xo'p, bu yangiligimiz puli necha pul? 45 ming. 45 ming so'mdan mana ko'ringlar. Asosan tegirga ishlanibdi. Bular necha pulda? Ular 40 mingdan. Bular 40 ming so'mdan 36 dan 40 gacha razmerda. Bitta yo'q rasvetkani doim har hunarmand oldiga borganimda aytyapman. Sizlar Telegramdan jo'natsalar, akalarim tez orada sizlarga tayyorlab rasmini tashashadi. Mana.
Hyundai degan ekan bu. Xashi bor ekanda. Kiyov. Aha. Bular ham puli bir xil shular bilan yo farqi bormi buni? 40 ming so'm bu? Ha, o'sha bular. Ha? Bular ham 40 ming so'mdan. Ha? Ilhomjon rasmga tushadigan ishlar qolib ketdi. И rostdan o'shda ojakam rasmga tushgan yoshlar bor ekan. Biz bundan keyin davom etamiz, ko'rsatamiz sizlarga. Ishlarimiz aka Aha. 42 mingdan. 42 ming so'mdan mana ko'ring. Padoshvalari ham juda ham sifatli, ishda o'ziga ham gap bo'lishi mumkin biz. Go'zal. Men to'g'risini aytsam, mana shu nima deydi? Hunarmandlardan ishni yorib berganini ko'rsam, o'zim ham maza qilaman. Sizlar ham maza qilgan bo'lsanglar, bir kommentariyada qo'llab-quvvatlab turinglar endi. Like bosib, bir podpiskani ko'paytirib turinglar inshaalloh. Aytganimizdek, o'sha oliy maqsadimizga juda ham oz qolyapti. Mana misol uchun akamiz aytdilar, Turkmanistonga o'sha ish sotishyapmiz. Gap so'z yo'q. Xo'p, bularni pulni qanchadan qilib beramiz deb oxiri? Oxiri 42 mingdan. Oxiri 42 ming so'mdan Oxiri qilib narx beriladi. taqalgan Oxiri taqalgan narxlari aytilyapti. Savdolashib Aha. o'tirmaymiz. Dangal. Dangal bo'ladigan gaplar aytilinadi. Mana pastda har xil buni ham rasvetkalari bor. Hozir tigirligini ko'rsatuvdik. Bular o'sha boshqa diyor yozuvlari bilan. Bularni poliuretandan ishlangan. Buni ham padoshi o'zimizdan yaqinlar. O'shaning uchun ham astoydil video qilyapman deymi? Hazil. Biz har bir hunarmand ishi biz uchun bir gap so'z yo'q. Xo'p, buni puli qancha do'stim? Bular ham xuddi o'sha 45 mingdan. 45 ming so'mdan qilib beriladi. 45 mingdan. 45 ming so'mdan qilib beriladi. Akam nomerlarini qoldiraman. Behijolat aloqaga chiqasizlar. Bular ham o'sha aytilgandek. 90lik 230 ha? 2116. 230 2116. Do'stim sodingiz bersin, charchamang, salomat bo'ling. Endi o'shda rasmga tushadi. Orqangizga xushyor qarang. Men qarab yuraman-da, mobilografim kerak, degan syomka berish kerak-da. Ochaga kim qolib ketdi? Qani o'zi? Aka, alaykum assalom. Salomatmisiz aka? Tanjoningiz sovuqqina. Rahmat aka, salomatmisiz? Rasmga tushaman degan ishlar o'zi ham o'ta chiroyli ekan. Qorong'ilik qilyapti. Mana ko'ringlar. Mana shuni sal yaqinroqdan oling do'stim. Mana tilla ranglari. Bularni razmeri 36 dan 40 gacha. Puli necha pul bo'ladi? Bular aka 50 ming so'm. 50 ming so'mdan qilib beriladi. Mana hozir mana shu 4 xil rasvetka, 5 xilmi? 5 xil rasvetkasi naqda bor. Talabga qarab qilib berilaveradi. Qolgani ham talabga qarab aloqaga chiqaverasizlar. Mana bular ham padoshlari o'ralib, juda ham chiroyli chiqqan ekan mana shu ishlar. Buni puli qancha? Bular ham 50 ming so'm. 50 ming so'mdan. Hozir o'tib beriladigan narxda aytyapsizmi yo bo'ladiganimi oxirimi? Bir sim yarimsimi? Ob'yomga qarab turib o'tib beriladi. Baholi qo'yadi. Endi ma'lum bir 3 xil rasvetkasi bor. mana 3 xil rasvetkasi. bor mana. Mana. Bu Qorasi. molotini yo'rog'i. Mana bunisi maldoshli. Lekin ishlar bejirim yaqinlar. Chiqib ketadiganlar toshlar Xitoy original aka. O'zimizda bosma toshlardan emas. Bo'ldi, mana Xitoy original toshlar. holatiga javob berilaveradi. Mana yupqalarni ko'ringlar-chi, bandiylik qilib, bu ham chiroyli ishlangan ekan. Immunniy qilib ishlangan. Aha. aka. Buni puli qancha edi? Bular 45 ming so'mdan. Mana bular ham 45 ming so'mdan. Hozir ko'rayotgan ishlarning ichida to'g'risini aytaveramanda, endi aka qimmatsirayotgan bo'lishlari mumkin, lekin ish bilan ishni sifati mana misol uchun mashinalar ham juda ham chiroyli ishlangan. Qaranglar. Juda ham go'zal, gap so'z yo'q. Javob beriladi. Mana buni ham hozir ancha-muncha rasvetkalari bor ekan, ko'ringlar. 8 xilchasi bor, hozir endi qo'lga kelgan. Borishdi. Mana. Bularga ham baho berasizlar. Gap so'z yo'q. Buni rasvetkasi juda ham ko'p ekan. Buni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 xil rasvetkada. Rasvetka hamki, mana misol uchun zamishda o'zini alohida rasvetkasi bor ekan. Bu yerda mana glansviladi. Har xil rasvet. Bularni ham rasvetkalari bor. Bularni puli qanchadan do'stim? Bularni ham 45 mingdan. 45 ming so'mdan. Bular ham immunniy aka, o'sha broshkasiga moslab, padojlari ham o'sha Bir xilda qilib qilingan. Lekin sifatlari juda ham chiroyli. Gap so'z yo'q, yaqinlar. zolat qilmaydigan ishlar aka. Hali aytyapman, ko'pchilik bizni o'sha olib tirikchilik qiladiganlar o'sha ko'rishni boshladi. Olib maza qilib sotadigan narsa boshqada baribir. Shuning uchun tavsiya beraman, akam xudo xolasa telefon raqamlarini qoldiraman. Kalitda muammo bo'lmaydi, inshaalloh yetkazib beriladi. Zakazga qarab boshqasi. Bu mana bu tomonda ham yangiliklar chiqyapti ekan. Buni telefon raqamlarini aytib beraylik. 91 91 661 aha 42 88. 661 42 88 ga telefon qilasizlar. Shu Adib Shoysdan oldik desalar, aka men bir sim yarim sim
o'tib beradilar xudo xolasa aka. Mana bularni rasvedkalari endi kelishdimi bular? Va alaykum assalom. Do'stlar, katta kishi bo'lib. Bu bolaning oti Jalolxon. O'ta yaqinim bor. Aytdim-a, Anvarjonni kichik bulardan ko'ra yoshligimda taniganman. Bu bolani taniganimda o'sha yosh bola edi. O'zi ham yosh bola edi, deymi? O'rta o'zingiz mahsulotlaringizmi bular? Gap so'z yo'q. 36 dan 40 gacha bu. Mana ko'ringlar. Hozircha 4 xil bunaqaligi bor ekan, 5-xili nisbatan boshqacharoq, buni padoji ham boshqa ekan. Rasvetkalari bor, chiqmay qoldi. Buniki ham bor. Buniki ham rasvetkalari bor. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bularni puli necha puldan, do'stim? Bular 30 ming kami bor ekan. 30 ming so'm ozroq o'tib beriladigan joyi bor ekan. Inshaalloh kolleksiyasi. Hali endi aytdim-ku. Bitta hunarmand akamiz birovni aldab beribdi bitta. Mana shu bola aldasam quyruq olib beraman o'zim. Ya hazil. Bu bolani akasi ham, ukasi ham xudo xolasa ishonchli. Endi og'ir mana shunaqa qilib video qilaman shekilli. Oldiniga, yo'q, to'g'risi oldiniga hunarmandlarimiz aldab ketishdi, ma'lum bir odamlar. Endi hozir shu kunga kelib, kechagina bitta akamiz Telegramdan yozyapti, aka, falon nomerga odamga telefon qilib ayting, yaxshilikcha bersin. Men hozir Qashqadaryodaman, men uzoqdaman deb o'ylab, xotirjamlikka berilmasdan, o'z bir qator telefon qilib ogohlantirib bering aka. Endi men dedi siz do'ljinbassiz o'z aslida. Prosta endi siz o'sha yerda odamligingiz uchun sizga aytyapman aka deb tushunadi. Shuning uchun do'stlarimizda endi har bitta odamni nima qilaman shekilli endi. Bu odamda aldov bo'lmaydi. Bu odam ham turib beraman deyman shekilli og'ir. Ya Jalolxon o'zimiz ukamiz telefon qilaverasizlar. 30 ming so'mdan xudo xolasa ozroq kamini qilib beriladi. Kalist va dastavkasini telefon raqam qoldirib qo'yamiz. Ayting nomerni. 90 50 90. Ha shu nomer meniki edi o'zi. 90 290 50 90 akasiga berganimda meros bo'lib do'stimizga qolib ketdi. Jalolxon duo qilib turasiz o'rta. Ko'rib lekin xursand bo'ldim. Akalarim sizlar ham xursand bo'linglar, kayfiyatni ko'taringlar. Kayfiyat bu mana adib padoshli mahsulotlar. Assalomu alaykum akalarim. Omonmisizlar? Tanjonlaring sog'qinam, tinchmisizlar? Mana mahsulotlarni o'zimizdan chiqqani, mana bitta ko'ringlarchi, mahsulotlarni gap so'z yo'q. Haqiqatdan hunarmandlarimizni bir qo'llab-quvvatlab, addushi bir ikki qator kommentariy yozadigan bormi? Shuncha mehnatga, shuncha bir g'ayratga yaqinlarim nimadir yozib beringlar, akalarim qilayotgan ishlarini qaranglar. Gap bo'lishi mumkin emas. Buni puli qancha aka? 38 ming. 38 ming so'mdan. Ob'yomga yana ham shu. Tushib beriladi. Aka, endi misol soha vakili sifatida donalar necha puldan sotsa bo'ladi buni. Aka, misol ko'pchilik bizni ko'rayotganlar, bu ishni boshlamoqchiman deyotganlar yoki endi boshlayotganlar, ularga tavsiya o'laroq aka, qanchadan sotsa bo'ladi? Taxminiy. Tepa-teng qo'yadi. Donachilar tepa-teng qo'yadi deyaptilar. 76 ming sotishar ekan. Endi misol uchun 70 ming sotarsiz, 65 ming sotarsiz, lekin xudo xolasa sotiladigan chiroyli narsa chiqibdi. Maza qildim men ochig'i bor. Gap so'z yo'q. Bularni 36 dan 40 gacha hammasi narxi bir o'sha. Hammasining narxi bir xil. Endi batta yo'q rasvetkani so'raganicha xijolat bo'lsalaring ham kerak-ku, lekin xijolat bo'lmay so'raveringlar. Akam xudo xolasa chiqarib beradilar sizlar uchun. Padoshi o'sha adib shoysdan chiqqan. Mana shuna chiroyli ish qilmoqchi bo'lsalaring, adib shoysga murojaat qilsangiz, xudo xolasa sizlarga chiroyli padoshlarni maksimal yetkazib berishga harakat qilamiz biz, lekin akalarim sizlarga bunday mahsulotlar chiqarishadi. Mana bular ham nihoyatda noodatiy chiqqan. Bozorda ko'rmadim, endi ko'rdim mashinaga o'xshagan ishda aka. Telefon nomer qoldirib qo'yamiz aka. 90 millik 671 Hop. 1011. 671 1011 akamga murojaat qilasizlar, xudo xolasa chiroyli qilib yetkazib beradilar. Aka, savdoyingiz bersin, charchamang, salomat bo'ling. Mana shu ham bitta akamiz bor edilar. Noodatiy ishlar bilan shug'ullanadi aka. Kayfiyatlar yaxshimi? Charchamang. Omonmisiz aka? Tanjoningiz sog'qina. Zo'r aka, rahmat. Akamda ham neobishnilari bo'ladi-da, mana. Ko'ringlarchi. Hozirgi pistonligiga o'xshab ketadigan. Lekin padoshvasi ancha yengil, chiroyli chiqqan ekan bu ham. 36 dan 40 gacha bu aka. Pullari qanaqadan aka bular? Termoslarimizni 34 ming ishlaymiz ob'yomga. Bantilarni 37 ming ishlaymiz. Ha, banti bor 37 ming so'm ularda. Banti bo'lib ham yostiqqa o'xshagan banti ekan, qarang. Gap yo'q. Bunisi 38 ming, ha, 37 ming.
katta ob'yomda olmoqchi bo'lgan. Xuddi shunaqa. 34 ming ishlaymiz. 34 ming so'mdan, lazerda teshilgani. Xohlaganlarida qilib beramiz aka. Rasvetka hammasi bo'laveradi, xudo xolasa. Xohlagan Mhm. modellari bo'lsa ham qilib beramiz aka. O'zlaridan model bo'lsa, uni ham chiqarib berilaveradi. Mana mashina takliflar kerak bizga. Aynan bizni ko'ruvchilarimizga, xudo xolasa. Gap so'z yo'q. Bular ham zavod ishlarimiz. Bularning puli qancha edi aka? Bularda 35 ming beryapmiz aka. Ob'yomga 34 ming ishlaymiz. 35 ming. Ob'yomga 34 ming qilib beriladi. Bular ham chiroyli, noodatiy chiqqan narsa ekan. Aytdim, men to'xtashimdan oldin o'zi chiqqanlarga 1000 so'm, 2000 so'm yo'li bor. o'tib beriladi aka. Ob'yomga degan narxlardan ham inshaalloh akam chiroyli qilib o'tib beradi. Buni ham litovini qildik, bu ham yangilik. Mana. Ha, bu litovoy bo'ldi. Ayniqsa bu litovoy. Yana bitta narsa tavsiya beryapmiz. Misol uchun hunarmandlarga olib ish sotadiganlarga. Ya'ni bizda ochilib ketadi, ochilib ketmaydi degan narsa bo'ladi, lekin mana shu litovoyni olib sotadigan bo'lsalar, sizlarda xudo xolasa umuman uni muammo bo'lmaydi mana. Litovoylarni ham ko'ringlar, bu yerda choklari bilan chiroyli qilib qilingan. Buni puli qancha aka? Buni aka 30 ming ishlayveramiz. 30 ming so'mdan chiqarib berilaveradi. Bundan ko'ra narxi baland chiqish kerak-ku. Asli Hozirgi kunda bozor sharoitiga qarab klientlar ko'yiniga vaziyatdan kelib chiqib narx belgilandi, lekin narxiga gap so'z yo'q, go'zal yo'q. ular 45 ming tarqatyapti. Bu noodatiy narsa ekan. 45 ming so'mdan berilyapti bular. Bular nechi puldan aka? Ularda 27 ming beryapti. 27 ming arzonchiroq ish sotmoqchi bo'lganlarga buni ham hozir sizlar ko'rib turganlaring to'rt xil ekan rasvetkasini qilib beradilar aka inshaalloh. Kanalimizda yana qo'yilmagan ishlar bor. Bor. Orqaga chiqsa tashlab beramiz. Tashlab beriladi. Misol uchun bozor ko'rmagan deydi, ya'ni patpirlavka deb qo'yadi. Buni narsalar ham xudo xolasa sizlar uchun maxsus bo'ladi akamda. Bu nimalarimiz qanchadan aka lo'rolarimiz? Yana 30 ming. 30 ming so'mdan bular. Buchi? Buni aka 38 ming beramiz. 38 ming so'mdan qilib beriladi. Men sizlarga aytolmay qolgan narxlarda akam telefon raqamlarini qoldirib qo'yaman. Xudo xolasa o'tib olsanglar bo'ladi. Nomerni aytib qo'yamiz aka. 91 206 aha 50 76. 206 50 76 aka. Brend Marjon sho'yiz chiqadi. Marjon sho'yiz chiqadi. Xudo xolasa nima qilsalar ham bo'ladi deb. Esda saqlab olishlaring uchun akam aytib o'tdilar, albatta ko'rsalang, Marjon sho'yiz. Aka savdoingiz bersin, charchamang, salomat bo'ling aka, duo qilib turasizlar. To'g'risi men sizlarni bunaqa qilib zeriktirmoqchi bas edim. O'ylaymanki, sizlar o'sha zerikmadilaring ham. Menki yangiliklarni ko'rsatdik, narxi arzonlaridan ko'rsatdik. Sizlarga yoqadigan, qiziqarli, chiroyli videorolik bo'ldi degan umiddaman. Endi ashta bitta ukamiz bor, Muhammad Aziz degan. Ko'pchilik bizni podpischilarimiz bilishadi, obunachilarimiz tanishadi. Muhammad Azizni hozir ko'rsatib beraman desam, mana joyida yo'q ekan. Mana shu mahsulotlar Muhammad Aziz. Muhammad o'ynagan chiqarganlar-da bozorga. Nima o'ldiradi bor. Bola malades bor. O'ynab yuravermaydi. Jigar menda sizni so'rashyapti. Mana podpischilar kim so'rayapti? Nima yangiliklar qildi? Jigar. Mana yangilik sizlar uchun. Poliuretandan ishlangan. Basanovkasi ham chiqdi buni. Rasmini tashlaysiz uni. Rasmini tashlaydi. Buni puli qancha do'stim? Aka buni puli 45 ming so'm kami bor. 45 ming so'mdan kami bor. Yo'lida Yo'lida qilib beriladi. Yana nimalarimiz, yangiliklarimiz. Mana. Yonida kantlari toshli qilib qilingan ekan. 36 dan boshlanadi razmerlari. Bularning puli qancha? Bular puli ham 45 ming so'm. 45 ming so'm. Endi qolganlarni bir qator sekin o'zingiz tanishtirib o'tsangiz bo'ladi. Bular nechi puldan? 25 ming so'm. 25 ming, ular oxirgi taqalgani. Bular 28 ming so'm taqalgan. Mana, 28 ming so'mda. Endi mana ko'rsatganmiz. bularni ko'rsatgan. Puli qancha edi? Buni puli ham 45 ming so'm. Bularni puli ham 45 ming so'mda. Mana uni yangi. Yo'q, buni ko'rsatmadik. Endi ko'rsatsak bir marta bo'ladi. Mana qaranglar. Rasvetkalarni ko'rsatmay, Ozodbek. Gap so'z yo'q. Bitta yo'q rasvetkani chiqartirish Muhammad Azizga muammo emas. Velikan razmer, ayniqsa bizni Xorazmdan ko'rayotganlar bo'lsa, Xorazmga velikan razmer ko'p ketadi. Xudo xolasa, hozir hamma ko'rsatgan mahsulotlarimizda velikani bormi deb so'rasalar, xudo xolasa, u narsa hech kimga muammo emas. Muhammad Azizda tem bo'lib bor narsa va telefon nomerini qoldirib qo'ying do'stim. 50 222 558.
222 55 58 raqamlariga telefon qilasizlar, xudo xolasa. Ha? Endi mana shu yerda videorolikka yakun yasaymiz Muhammad aziz. O'rta, Alloh tan joningiz sog'. Endi ha bo'lyapti o'rtag'im bor. To'g'risini aytaymi? O'zi 40 minut to'g'netda bo'lib tugatib qo'yaman dedim. Muhammad aziz so'rayotganlar bor. Kommentariy yozman so'kib berishadi hozir deb keldim-da jiga. Duolaringizni eslab turing bizni. Ha, o'rtamiz hurmati eng kattasi. Bo'ldi. Yo'llar zo'r chiqyapti aka. Rostdan xursandman aka, tan joningiz sog' bo'lsin. Bo'ldi aka. Mana akalarim bilan ana nima deydi? Nima deydi? Odamni ko'ngli uchun o'lmak kerak. Yigit kishini sasasi o'lguncha shaytonni bo'yni uzilsin degan ekan. O'shaning uchun hozir do'konni yopyapti dedi, akam bular ko'rsating dedilar. O'zim ham qiziqdim chunki. Nimaki so'rayotgan yaqinlarimiz bor debdi, ko'ringlar. Bularda aka puli qanchadan edi endi? 38 mingdan. Razmerlari nechidan boshlanadi? 29-34 ligi bor. 33, Aha. 23-28. Mana 23-28 detski bo'yicha. Bularning puli necha puldan edi aka? Kichkinalari? 36 ming. 36 ming so'mdan. Ko'proq olsa kelishtirib beramiz. Mana bu brend o'zlaringnikimi aka? Kids. Mana Dili Kids degani, mabodo ko'rib bo'lsalar, akalarimiz o'zlariga tegishli. Lalita deganlari bor ekan, lekin ishlar bejirim, xudo xolasa. Ha, bu nima? Litavoy deydi, buni? Litavoy quyma ishlar. Ayniqsa bolajonlarimiz uchun bu juda ham важный moment, juda ham kerakli narsa. Nimaki, Basanoshkada sal qarilligisi chiqib ketib qolibdi, uzilib qolibdi, sapojniga bor. O'zini hech pulga oluvding, sapojniga arziydimi? Yo'q, mana sizlar Litavoyni olinglar, bolajonlar uchun. Maza qilib kiyishadi. Uni ustiga batta yo'q rasvetkalarni ham qilib berishimiz imkoniyati bormi aka? Nimaki, mana yaltatadigan manaqa nima ko'rinmadi batta. O'sa skromli narsa ekan. Zakasiga qarab, akam telefon raqamlarini qoldiraman. Xudo xolasa aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Shular puli necha puldan aytdi aka? 38 ming so'mdan. Mana ko'ringlarchi, yaqinlarim. Quyma ishlar, rezinkalari ham xudo xolasa mana zarli qilib, nadyojniy qilib qilingan. Bolajonlarga ayniqsa buni yumshoqligi, gap so'z yo'q. Akam telefon nomer qoldirib qo'yamiz. Telegram borini bersa yaxshi bo'ladi. Telefon nomer. Aytavering. 91lik 688 79 78. Akalarim savdolayib bersin. Charchamanglar, salomat bo'linglar. He, davay o'rtoq deb bo'ling, mayli jigar. Xullas, Adib Shows aka YouTube'da. Adib Shows'ni mashakacha ko'rgan yaqinlarim, Alloh tan jonlarini sog' qilsin. Ko'pchilikdan har xil takliflar, talablar, kommentariyalar bo'lyapti. Men bundan juda ham xursandman. Hozir 40 minutdan o'tibdi, mana 43 minut bo'ldi, menimcha. 43 minut videorolik yapmiz. Oxir payt 20 minut, maksimum yarim soat olyapti dedik. Bugun bozorga vovремя chiqib qolib, sizlar uchun o'ylaymanki foydali narx-navolar videorolikda olib berishga harakat qildim. Pastdagi telefon raqamlariga aytib o'tganimdek, sizlar qiziqtirgan mahsulot borki, Telegram orqali aloqaga chiqsalar ham bo'ladi. Pastda Telegram yangi ochilgan guruhni ham qoldirdim. U joyga obuna bo'lib qo'ysalaringiz, sizlar uchun maksimalni arzon narxlarda yoki ko'pchilik katta kolleksiyada olmoqchi bo'ladi. Shunaqa kolleksiyalarni yopib berish uchun xudo xolasa bu guruhni ochganmiz. Qo'llab-quvvatlab turasizlar, joninglar sog' bo'lsin. Keyingi videolarda ko'rishguncha.